30 sekunddan oshmayaptimi? Holat yaxshi turmayaptimi? Tarang turmayaptimi? Siz ham jinsiy aloqa vaqtida tez tugab qolyapsizmi? Bunday bo'lsa videoni oxirigacha tomosha qiling. Erektil disfunksiya, ya'ni tez tamom qilish kasalligi hozirda erkaklar o'rtasida ommabop muammolardan biriga aylanmoqda. 90% erkaklar jinsiy zaiflik, jinsiy quvvatning yo'qligi va aloqa vaqtida spermani o'ta tez chiqib ketishiga shikoyat qilyapti. Jinsiy aloqa normalarini Yevropa olimlari 3 minutdan ziyod, Rossiya olimlari 2 minutdan ziyod, Amerika olimlari 5 minutdan ziyod bo'lsa norma hisoblaydi. Lekin siz olatni qinga kirgizgan vaqtingiz friksiya ko'p bo'lmasdan, ya'ni olatni kirib chiqishi ko'p bo'lmasdan tugab qolyapsizmi? 30 sekunddan oshmayaptimi? Olat yaxshi turmayaptimi? Tarang turmayaptimi? Unday bo'lsa, Androlife preparatini sinab ko'ring. Bu birinchi o'rinda erkakni o'ziga ishonchini qaytaradi. Ikkinchi o'rinda yetishmayotgan vitaminlar to'ldiradi. Uchinchi o'rinda jinsiy quvvatni oshiradi. To'rtinchi o'rinda jinsiy zaiflikni yo'qotadi. Ya'ni olatingiz shalpayib, haligi mana ko'rib turgan bodringizga o'xshab qolmaydi. Albatta, ushbu preparatni ziyon tarafi yo'q. Bu tog' asali va giyohlardan tashkil topgan tabiiy vosita. Ayolingizni oldida doim har payshanba haqqini ado qila bilishingizda Androlife sizga ko'makchi bo'ladi. Pastdagi tugmaga bosgan holda ro'yxatdan o'ting va Androlife orqali ushbu shikoyatlaringizga yechim toping.